Salom do'stlar, bugun men sizlarga internet tarmog'i qachon va kimlar tomonidan nima maqsadda kashf qilingan shular haqida aytib beraman. Qani ketdik. Hozirda butun yer sharini o'rgamchak to'ridek o'rab olgan internetni yaratish g'oyasi bundan ancha yillar avval uzoq 1957-yillarga borib taqaladi. O'sha yillarda Sovet hukumati SSSR kosmosga birinchi marta o'zining sun'iy yo'ldoshini uchiradi. Bundan xavotir olgan Amerika Qo'shma Shtatlari har qanday yadroviy urushga shay turish maqsadida o'z armiyasini kuchaytirishni boshlaydi va harbiy zonalar bilan doimiy aloqada bo'lish uchun Amerika Mudofaa vazirligi kompyuter tarmog'ini yaratishga harakat boshlaydi. Tarmoq yaratish ishlariga o'sha paytda Jozef Licklider boshchilik qilgan. 1962-yilda birinchi kompyuter tarmog'i ishga tushiriladi. Lekin tarmoq uncha rivojlanmagan edi. 1969-yilga kelib internet tarmog'i qisman mukammal holga keltirilgan. Internet yangi o'ylab topilgan paytlarda ARPANET deb nomlangan. Internet o'sha paytlarda faqat harbiy maqsadlarda ishlatilgan. Amerikadagi harbiy qismlar internet orqali bir-birlari bilan informatsiya almashib turishgan va doimiy aloqada bo'lishgan. 1971-yilga kelib email pochtalari yaratilgan. 1972-yilga kelib Amerikada 50 ta universitetga internet tarmog'i o'rnatilgan. Bu universitetlar Amerika Mudofaa vazirligi bilan shartnoma tuzgan universitetlar edi. 1973-yilga kelib internet xalqaro masshtabga ko'chadi. Internet Angliya va Norvegiya davlatlarigacha yetib keladi. Va sekin-asta internet faqat harbiy maqsadlarda emas, ilmiy maqsadlarda odamlar orasida tarqala boshlaydi. Internetni butun dunyoga tarqalishiga kim sababchi bo'lgan? Butun dunyo o'rgimchak to'rini kim yaratgan? 1980-yil Buyuk Britaniyalik kashfiyotchi olim Tim Berners-Lee siz bilan menga juda yaxshi tanish bo'lgan W ni o'ylab topgan. W ni ma'nosi nima? W inglizcha qisqartirilgan so'zlardir. To'lig'icha o'qiydigan bo'lsak, mana bunday: World Wide Web. Agar o'zbekchaga tarjima qilsak, dunyoga keng tarqalgan tarmoq ma'nosi kelib chiqadi. Tim Berners-Lee birinchi brauzerni ham o'ylab topgan. Tim Berners-Lee butun dunyo o'rgimchak to'rini o'ylab topgan daho hisoblanadi. 1990-yillar boshida birinchi marta Internet Explorer ishga tushirilgan. 1995-yilga kelib internet yanada rivojlanib, xuddi mana shu hozirgi ko'rib turganingizdek holga kelgan. Mana shunaqa gaplar do'stlar. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like qo'ying va kanalimizga qo'shiling va o'zingizni fikringizni izohlarda qoldiring. Hammaga xayr.